Yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, ayniqsa qishloq xo'jaligi va gulchilik yo'nalishiga berilayotgan e'tibor tobora kengayib bormoqda. Davlat tomonidan yaratilgan qulay sharoitlar, imtiyozli kreditlar, yer maydonlaridan samarali foydalanish tizimi, bularning barchasi oddiy insonlarning orzusini ro'yobga chiqarmoqda. Mehnatkash yurtdoshlarimizning g'ayrati, sabr-toqati, yangilikka intilishi natijasida bugun har bir tumanda, har bir mahallada o'z ishini yo'lga qo'ygan, o'z mehnati bilan baraka topgan tadbirkorlar safi kengayib bormoqda. Ana shunday fidoyi insonlar qo'lida zamin o'zining saxovatini ko'rsatmoqda. Oq Oltin mahallasi Nurtepa ko'chasida istiqomat qiluvchi Shahlo Saidova ana shunday mehnatkash tadbirkorlardan biri. Biz issiqxona faoliyati bilan 2019-yildan beri shug'ullanib kelmoqdamiz. O'sha 2019-yilda birinchi issiqxonamiz 2 sutikdan iborat bo'lib, kichkinaroq edi. Birinchi faoliyatimizni boshlagan paytimiz sarimsoq piyoz ekib boshlaganmiz. Uni ekkandan keyin daromadini ko'rib, demak o'sha daromadni yaxshi olganimiz tufayli bu yil kelasi yilda, ya'ni issiqxonamizni 6 sutik qilib kengaytirganmizda, unga birinchi bo'lib pomidor ekkanmiz. Pomidor ko'chatlarini ekkandan keyin o'sha 1 yilda 3 marotaba undan hosil olganmiz, bodring ekkanmiz, ko'katlar ekkanmiz. Yildan yilga o'sha daromad yaxshi bo'lganligi natijasida oilamizga, ro'zg'orga qo'shimcha daromad olib, o'zimizning sharoitimiz yaxshilangani bois, xo'p, keyingi yillardan mana limon ko'chatlarini olib ekkandik. Birinchi limon ko'chatlarimiz 30 donani Farg'ona viloyatidan olib kelib ekkanimizdan keyin limonlarimiz birinchi Miranda turidan ekkanmiz. Hosil yaxshi bo'lgan. Undan keyin esa bu yoqda bulg'or qalampir ekkanmiz. Bulg'or qalampirni ham Buxoro viloyatining Romiton tumanidan o'sha eng qimmat oliy sortda darajada bo'ladigan, ya'ni 2 yillik hosilga ega deb 3 marotaba hosil olinadi. Undan keyin sarimsoq ekkanmiz, bu tomoniga ismaloqlar ekkanmiz. Undan keyin esa yana bu tomoniga alohida 2 sutik tomorqasini o'zini ajratib atirgul ko'chatlari ekkanmiz. Atirgul ko'chatlarining daromadi juda ham yaxshi. Buni o'sha g'uncha bo'lgan paytdan boshlab unga alohida e'tibor berib, dorilarni vaqtida qaratib, e'tibor berilib, shaharlarga, gul o'sha do'konlariga topshiramiz. U o'z hovlisida bulg'or qalampiri, sarimsoq, ismaloq kabi sabzavotlar, limon ko'chatlari va turfa gullarni parvarish qilmoqda. Tabiatga mehr bilan yondashgan Shahlo opaning mehnati bugun atrofidagilarga ham ilhom bag'ishlamoqda. Uning har bir niholida mashaqqat, sabr va yurak ishtiyoqi mujassam. Bu kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali davlatimiz bugun minglab ayollarni o'z ishini yo'lga qo'yishiga imkon yaratmoqda. Shahlo Saidova faoliyati bunga yaqqol misoldir. U nafaqat oilasiga, balki mahallasiga ham iqtisodiy baraka olib kirgan. Hozirda limon ko'chatlarimiz 100 dan ortiqni tashkil etadi. Hozirgi niyatlarimiz mana endi bulg'or qalampirlarni yangi yilga kelgusi o'sha bayramlarga bozorga chiqarib, o'zimizning faoliyatimizni yanada kengaytirib, ishchi o'rinlarni yaratib, daromadi past bo'lgan xonadonlar bilan ulardan o'sha yordamchilar olib, o'z faoliyatimizni kengaytirish niyatimiz bor. Undan tashqari mana hozirda endi salqin havo oqimi kirib kelish munosabati bilan issiqlik manbai bor. Bir xil haroratda ushlanadi. Bu hozir ekkan mana mahsulotlarimiz limon, ismaloq, mana bulg'or qalampir, atirgullar hammasi issiqsevar mahsulot bo'lgani uchun o'sha bir-biriga xalal bermaydigan, bir-biriga zarar olib kelmaydigan turlarni shu olib moslashtirib ekilgan. Mehnat qilsangiz atirguldan ham, hammasidan ham daromadi yaxshi. Mana hozirda endi ismaloq ekkanmiz. Ismaloqni nasib bo'lsa qishda o'zimizni bozorlarga chiqarib, o'sha aholiga sotganda daromad yaxshi bo'ladi. Oldinda rejalarimiz bor. Ya'ni issiqxonamizda, ya'ni atirgulchilik faoliyatini kengaytirish maqsadida mana hozir issiqxonaga qilganmiz-ku. Kelajakda nasib bo'lsa buni foydasi yaxshi bo'laversa, yana niyatimiz ochiq yer maydonlariga kengaytirib, hozir atirgulni mana moyi olinadi, yo bo'lmasa yana undan har xil mana parfyum mahsulotlari olinadi-yu, o'shalarni rivojlantirish, o'sha kengaytirish niyatimiz bor kelajakda. Ya'ni issiqxonada emas, tashqarida, ya'ni ochiq yer maydonlarida. O'shanaqa turlarni hozir so'rayapmiz. Qanday qilsa o'sha yerga, suvga, yer unumdorligi yaxshi bo'lishi kerak, suvga yaqin joyda bo'lishi kerak. O'shalarni rejalashtirib boryapmiz. Bog'chinor ko'chasi 88-uyda yashovchi Bibi qiz Husanova esa gulchilik yo'nalishida o'zining mustahkam o'rniga ega. U 1 gektar yer maydonini o'zlashtirib, bu yerdan ko'plab atirgul navlari, gul ko'chatlari yetishtirmoqda. Har bir atirgul mehr bilan parvarishlangan, har bir g'uncha ayol mehnatining timsoli.
Birinchi issiqxonamni 2024-yil boshladim, fevral oyida. Chorniy Maga degan Qizil Atirguldan 34 million kredit olib boshladik. Daromadimiz yaxshi bo'lgandan keyin ikkinchi issiqxonamizni boshladik. Ikkinchi piyon nomli atirgullarimizni Toshkent shahridan olib keldik. Hammasidan daromadimiz yaxshi bo'lgan sari hozir Navbahor tumani markazidan o'zimizni bir kichkinaroq do'konimizni ham ochdik. Atirguldan tashqari yana hozir mana sariq milki, qizil milki, oq ayiq degan xrizantemalardan ham olib kelib ekkanmiz. Buni ochiq maydonga qilganmiz hozircha. Yangi navdagi gullarni yana olib kelib ekmoqchi bo'lyapmiz hozir. 35 million birinchi 2 sutk issiqxonamizga olgandik. Ikkinchi issiqxonamizga ham issiqlik manbaini qo'yganimiz bois 100 million kredit olib, jami 134 million bilan boshladik. Mana shu issiqxonadan ko'rgan foydamizdan uyimizni ta'mirlayapmiz. Bitta kichkinaroq do'konimizni ikkita qildik. Oldin har bitta gulni tanasi guliga qarab bachkalarni yulardik. Har bitta gulga bitta nimada e'tibor kerak. Chopiq qilish kerak, suv quyish kerak, ozuqasi ko'proq mahalliy o'g'itdan ko'proq bersak, o'shanga bog'liq. Gul parvarishi ko'proq yosh boladan ham ko'ra e'tiborni talab qiladi. Qancha mehr bersangiz, qancha qarasangiz, shunga qarab sizga o'zini daromadini beradi. Qish kelganda issiqxonani o'rab, ko'mir yoqib isitishga harakat qilamiz. To'g'ri, qancha harakat qilsangiz, hammasi o'zimiz qo'limizda. Hozir prezidentimizning ayollarga, tadbirkorlarga bo'lgan ishonchi, ularga berilayotgan katta-katta imkoniyatlari juda ham ko'p, foydalanish kerak. Quruq o'tirib, nima deydi, olma pish og'zimga tush degani bilan bo'lmas ekan. O'zim avval faqat uyda ishsiz edim. Mana shu ishni boshlagan sarim to'g'ri qiziqib, yanada kengaytirishga harakat qilyapman. Yana nimadirlar qilishim kerak. Shu o'zimizni hududda yo'q narsalarni, yo'q gullarni ekishga harakat qilyapman va uddalayapman degan umiddaman. Mahallamiz hozirgi kunda issiqxonachilik uchun ixtisoslashgan mahallalar turiga kiradi. Joriy yilning o'zida 100 dan ortiq issiqxonamizga imtiyozli kredit ajratilib, issiqxonalar barpo etildi. Joriy yilning 8-oktyabrda hurmatli prezidentimiz 181-sonli qarori ayni issiqxonaga ixtisoslashgan mahallalar uchun ushbu qarorga asosan shu kungacha issiqxona faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarga moliyaviy ma'muriy peniyalar to'liq bekor qilindi. 2025-yil davomida qo'llanilgan. Shuningdek, ijtimoiy soliq stavkasi 2028-yilgacha 1% etib belgilandi. Shuningdek, 373 va 20 sonli qaror asosida ajratilgan yerlarga 5% miqdorida maydoniga qozonxona, issiqlik uzatish manbalari qurilishiga ruxsat berildi ushbu qaror bilan. Oqolti mahallasi hozirgi kunda 150 dan ziyod issiqxona xo'jaliklari faoliyat ko'rsatmoqda. Asosiy ekin turi gulchilik, shuningdek ko'chatchilik bilan shug'ullanishadi. Mahalla tomonidan ularga joriy yilda 2 milliard 200 million so'mlik imtiyozli kredit ajratib berildi. Shu kungacha hozir 150 ta issiqxonamiz bo'layotgan bo'lsa, 200 dan ziyod odam ish bilan bandligi ta'minlanyapti shu orqali. Bugun zamin saxovati deganda biz nafaqat hosilni, balki inson mehnatini, yangilik yaratish istagini, bunyodkorlik ruhini ko'rsatamiz. Yurtimizda har bir qarich yer, har bir bog', har bir gul orqasida inson qo'li, yurak ishtiyoqi va mehnatning samimiy ruhi mujassam. Kuz faslining oltin yaproqlari ostida zamin nafas olmoqda, inson esa mehnatning haqiqiy zavqini his qilmoqda. Zero zamin saxovati bu hayotning o'zi, inson qalbining barakasi, mehnatning totli mevasidir.